Ko'pchilik pila olayotganda savol berishadi. To'klisini olganim yaxshimi yoki benzinliginimi? Hozir men sizlarga tushuntira beraman. Ungacha bitta like bosib, podpiska bosib qo'ying. Ko'rayotganingiz Epic hamda Stil kompaniyasidan benza pilalarimiz. Buni qulayligi afzalligi nimadan iborat deydigan bo'lsangiz, tok yo'q joylarda benza pilani ishlatsanglar bo'ladi. Yana bitta qulayligi keladigan bo'lsa, bu tokligiga nisbatan ancha kuchliroq, kattaroq ob'yomda ishlatsanglar bo'ladigan variantlari hisoblanadi. Ko'rayotganingiz Stil kompaniyasidan benza pila, buni xususiyatlariga keladigan bo'lsa, qaranglar, o'zida avtostopi bo'ladi. Qo'linglarni qo'yib yuboradigan bo'lsangiz o'chadi. Bitta porshinli bo'ladi. Оборотga keladigan bo'lsa, xalastoy оборотda 2800 оборотda ishlaydi. Kesayotgan paytda bo'lsa 10000 оборотgacha ishlaydi. Stol uzunligi 56 sm, og'irligi 5,5 kg, bak hajmiga keladigan bo'lsa 550 ml hisoblanadi. Undan tashqari do'konimizda benza pilalarni ko'ryapsizlar, EP variantlari ham bor. Endi bularning ham to'liq ma'lumotlari sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni opsiyasiga yozib qoldiramiz. Xullas, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati ham bor. Sahifamizga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsanglar, keyingi videoda tokli variantini to'liq obzor qilib beraman.